Bordi keldi yo'qoldi. Aytaymi sababini? Xarajat odamlarni berib qo'ydi adabini. Telefonda gaplashamiz, bahonamiz ob-havo. 4 ta non u yo'l kira bo'lib qolgan muammo. Yoshlarga qiyin bo'ldi gazga, suvga, svetga, maoshlari yetmayapti. Yer solig'i, axlatga. 60-70 yillarga bir qaytaylik, bolalarga yoshligimiz, ertagini aytaylik. Eshigimiz taqillatib to'la yo'q edi. Hamma ish bilan ovora, qornimiz ham to'q edi. Obkash degan narsaga chelaklarni ilardik. Quduqdan suv tashib kelib, idishni to'ldirardik. Tanchaga cho'g' olib kelib bosib qo'yib kuliga 1 kilo un berardi, buxonkani puliga.